Kichigimda dadam opamlarning duosini ilib cho'ng bo'lgan edi. Mana bugun kuniga kelganda barliq mushkulchilik menga keldi. Taqdir menga nemancha rayimsizlikcha chaqchaq qiladigan-di. Farihni azoblab ag'itib qo'ydi. İbrahim menga ichida o'shib ketdi. Shodiya chig'di meni ko'zi xijilib tipirlab ketdi. Lekin men bundoq bo'lishni faqat xohlamaydim. Xudo, men zaten nima gunoh qilgan bo'ldim. Ay Şadiye. Ha? Ahmet Kam'ның telefon numarini deb bera. Nima qilatding? Buning bilan karamimsincha ish qilib deb berganki deb bera. Sen Ahmet Kam'nikini so'ramay, Qodir Kam'nikini esingda chang tut. Hey, qiziq gap bo'ldi bu. Ahmet Kam'ni sen tanishtirmaganmisan, uning bilan qanday tanishding? Bo'ldi qila? Sen emas, Qodir Kam tanishtirdi. Hey! Xat to'xtab tur. Qani, mashinaga chiqing. Siz bilan didar ko'rishmak hajabim bir tas oldi. Kechiring. Yaqindan beri ishlarim bak aldirashib qoldi. Shadiyachi. Voy, uning gapini qilishmayli-ku hozir. Qo'zg'inbek ichib ketdi, tamoq yegish paranglashayli ma'qulmi? Bo'ladi. Biroq. Voy, bo'ldi, mashina tez haydang. Hajab bir kimni darib ketdingiz? Undaq emas-ku. Undaqda doim telefon qilsam nima chiqmaysiz? Dedim-ku, yaqindan beri ishlarim bak aldirashib ketdi. Gapingizga ishonmayman. Nadira, tamog'ingizni tezroq yeng. Mening yana azroq ishim bor edi. Shadiyagami azroq ag'ash ketasiz. Voy, Shadiya dev yerdikansiz. Mening saraliqda narim kamkan. Nimalarni deydigansiz?
u mendimi chiroyliqmikan? Nadira, meni xato tushunib qopsiz. Shodiyaning uyda qiyinchiligi bor ekan. Men uni o'z qarindishimdek ko'rib, yordam qilay degan shu. Undaq emasdi. Rasl shundaq. Bo'pti. Undaq sizni xato ayblab qo'yibdiman. Ahmad. Rostini desam, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Shumi gap bo'ldimi? Rost tavattaman, men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Kuchchi! Hay! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom adash. Qanday yaxshidimi? Yaxshidingmi? Ha, yaxshi. Tinchlikmi? Ha, kela o'tir adash. Ha, kandidar olib ketdim-ku. Aldirash degina adash. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Qanaqroq? Ha, yaxshi adash, yaxshi. Oyog'ing yo'q-ku. Qatachaq ketdi adash. Sening ayolingmi taz qiziq ayolga. O'zi kullab-kullab uyga kirmaydi-ki. Seni bo'lsa bosh qizlardan kullab holi qolmaydi-ki. Shu emasmi adash? O'g'il bol deganning tijoratdan ta'lini bagni bilan xotin kishdan ta'lini bagni bek aka. Senmi qiziq kelsa? Qo'lida pul desa ba. Qaddi qamat desa ba. Qo'y o'ta. Nachap. Adash, ikki bolning yuzi bo'lmamdi. Manga o'xshash boyta qatgan yaxshimi nima? Eshik yo'qmalarni qo'liq tinish degandek. Hay? Nadira o'qish bitganda to'y qilarsan? Nima? Nadira bilan? Ya ochdan bilan to'y qilam demayman. Oshi bisham bilanmi? Undaqda nemish qiz deysan? Men sana dedim-ku Ahmad, bu degan ko'ngil xo'shi og'ayna. U mening pulim qamroq. Men uning bilan ko'ngil ichish qamroq. Qanday? Hozir qizlarniz-a. Qarasam, Shodiya bilan kelishib qolgandek turamsan, nima? Yo'q gapni qilmag'ina adash. O qizning otasidan boshqa hech nimasi yo'q ekan. O'z qarindishimda ko'rib, yordam qilyapman shu. Bundaqda. Choy adash. Tushundim. Voy. Elnur adamma? Shundaq. Siz kim? Bo'ldi, buni so'rama. Yo'lishingiz Ahmad Shodiya Rahmat degan bir qiz o'quvchi bilan ish-bash tortishib yurdi. Shundavatsiz. Yo'lishingizga ko'z quloq qo'ying. Qaysi maktabda? Mahallangizning atrofidagi oliy maktabda. Xo'sh. Voy, siz kim o? Voy.
Shundagina. Oldi tarafga berib qarab baqayli. Hay qizlar, yaxshimsizlar? Yaxshimisiz. Shadiya Rahmon degan bir sinfni tanimsizlar? Shundoq taniymiz, biz bir sinfda o'qiymiz. Men hadisi chaqirib qo'ysanglar bo'pti ekan. Ma'qul, chaqirib qo'yaylik. Ma'qul, jira, chaqirib qo'y. Ma'qul. Meni izdeganmi? Shadiya degansanmi? Ha. Pascal do'st. Voy, mana bizga qo'ysin. Voyjon. Mana qo'ya voyjon. Voyjon. Qaraqtırma, Şadiya'nı urvatdı. Şadiya, Şadiya. Kolum yok, Şadiya. Kolum urvatdı. Kolum yok, Şadiya. 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 Tez, doktorga alып baraylik. Meni qo'yma. Meni qo'yma deyapman. Sinfda dars o'qiyotgan bir o'quvchini chaqirib chiqib urdiganga nima haqqingiz bor? Nima? Oshim o'quvchimi? Og'zingizga beqib so'zlang. U degan maktabimizning o'quvchisi. Bo'lmasa menda ranjimang. Sizlar maktabda o'quvchilarga qanday ta'lim tarbiya beryapsizlar? Nima dedingiz? U o'quvchingiz erimning beshini qaydirib, oilamni buzmoqchi bo'lyapti. Yana bir danga. Oilamni buzmoqchi shu. Hay. Yelimi doktor pulini to'layapmiz. Yana nimaga tutilib o'tirsiz? Hammasi sening gumonxo'rlig'ingning kasabiti. Men nima qildim? Xijil olmay nima qildim deysan ku? Kim sizni bo'yog'iga yetib qolgan cho'pchon qizga yordam qilsin debdi? Kim biladi u qizlar nima munosabatingiz borlig'ini? To'liq jo'lima. Oldingda shuncha pokit tursimi gumonxo'rlik qilyapsan? Bosh qizlarga yordam qilmay, hajab shu qizga yordam qilib qapsiz-ku. Sen zodi nima demoqchi? Avval u hushiq kelsin. Ondan ko'gligini ko'rdi. Jahonda sendek bir xotin bo'ldi ekan. Ey, men nima qildim? Ha? Men nima qildim? Mani. O'tib nere? To'xta, ne qo'ysan? Hey, to'xtag'lar. Ha, ma'qul qo'sha. Ay qizlar. Eliq yeni xabarni angladinglarmi yo'q? Qaysi xabarni? Anglamadim. Ne juridigandim ishlar. A Shadiyaning yotoq yetib qolganini angladinglarmi deyapman. Og'riqdaydi-ku. Og'riqdaydi? Shu gapga ishinib o'ltirdi. Maktabda tayoq degani toza yedi. Kimdan? Kimdan bo'ladi? Bir boyvachcha bilan aralashib qilib, ayol kelib toz soldi. Voy menga, Shadiya unda qiz emas. Unda emas? Sen bilamding? Mana, men obdan bilaman. Og'zingizga biqib so'zsiz bo'landikin. Rostku, tilingiz ko'mayotganda. Peshoningizni silib o'tib gap qiling. Mayra, Asqar, sen molim chaqiryotdi. Bo'linglar. Hijobni to'ydim bu o'qitibdin. Osh. Bizni bek ensiratdingiz. Oxir hushing kelding. Saboqdashlar yaxshi turg'andi. Hammasi yaxshi, san salom etdi. Maktabni bekmi sevgandim. Sening o'rningda bo'lgan bo'lsam-chi, toz yetib olatdim-ka. Qara, bu o'rinning gapini. Bu gapni-chi faqat sanli qilasan. Shadiya salom, qanday qilib aytyapsiz? Ahmadga rahmat sizga. Avar bog'dagi ish yo'q singlim. Men sizga yordam qildim deb aksicha ziyonkashlik qilib qo'ydi. Undaq demang Ahmadga, hamini qilganchi sizning osh besham xotiningiz. Hey. Oldinglarda bekmi xijil bo'lyaptimi? Bo'ldi qilinglar. Ahmadkamni xijil qilavermang. Ansirmang. Ahmadkam bek yaxshi. U bizni hargiz ranjimaydi. Shundaq Ahmadka. Sizning yo'ldoshingiz bilan so'zlashdik. Ikkisining o'rtasida hech qanday g'ayri munosabat yo'q ekan. Hozir Shadiya hushsiz yetyapti. Agar uningga biror shop qiladigan bo'lsa,
Bütün javobgarlikni o'z ustingizga olasizmi? Yolg'on. Erim uni qanot ostiga ilyapti. Bir obdan o'quvchini haqoratlaydigan nima huquqingiz bor? Ikkisining munosabati bo'lmasa, erim bekor uni pul beramdi ekan. Shadiyaning oilasi qiyinchilik o'g'achqa yo'ldishingiz uningga xolisan yordam qildi ekan. Ishonmasangiz, mana bu guvohlik so'zlarini ko'rib beqing. Qani kir. Yaxshimisiz? Singlim Shadiya, meni kechiring. Sizni naq azoblab qo'ydim. Singlim, hadangizmi ko'p azoblandi. Hammani qilgan, menga telefon qilgan hiliqi qiz. U telefonda yolg'on yo'q gaplarni qilmagan bo'lsa, bu ishlarni kelib chiqmaydi. Meni kechiring. Nima? U qizning ismi nima ekan? U qiz ismini demadi. Bo'pti singlim. O'tgan ishlar o'tib ketdi. O'tgan ishlarni unutib keting. Baldurroq saqlashingizni umid qilaman. Shundoq bo'ldimi? Ay. Xolnur adash, har kun kechda opam tushim kirgan bo'lib qoldi. Balkim opangiz sizni seg'inib o'ylab qolgandi. Bu ishlarni bek ko'p o'ylab ketmang. Darsladim, chekinib ketdim. Ahmoq, hargiz ansirmang. Saqib chiqqandan keyin men sizga cho'qim yordam qilish kapolatlik qilaman. Buningda xotirjam bo'ling. Siz bek yaxshi juma. Haras, Farruh bilan bo'lgan munosabatinglar qanday bo'lib ketdi? Bo'ldilar. Bu gaplarni qilish. Farruh yaxshi bola. U bolani qo'ldan bermasangiz bo'ladi. O yaxshi. Yaxshi bo'g'ash qila. Hammasi mening savalligim. Biz bu gaplarni deyishmaymiz degan tuqqo. Agar yana tilga oldigan bo'lsangiz, men sizni do'stim demayman. Hey, og'illar. Atigan Aygul muallim. Heliqi ishkirdagi oliy maktablarga boradigan vakillar nomzodida Farruh bilan Xolnurning soni tankib qildi. Sizlarcha qaysi bas to'g'ri bo'la? Ha? Deb yiqinglar. Meningcha bo'lsa Farruh bas yaxshi bo'ladi. Chunki Farruh bizning sinf paytimiz, sinf xizmatini yaxshi ishlaydi, qandaq dedi. To'g'ri. Meningcha bu nomzod Xolnur eng muvofiq. Chunki u hamma taraf tang yetishgan o'quvchi, axloqdan kamolatga yetgan. Meningcha Xolnur eng muvofiq. Kim uning o'tini beralaydi? Voy, o'qishinglarni o'qinglar. Bas Farruh bardi, Xolnur bardi. U yak biz bormagandan bizning nima chatqimiz? Bo'ldilar, o'qishinglarni o'qinglar. Ha, bo'ldilar. Jib ichim siqildi. Xolnur, bu qitim qilgan faqat to'g'ri bo'lmadi. O'zingning o'rnini boshqalarga o'tkazasang bo'landi. Ish qilib qilgan ishingdan men faqat rozi emas. Ko'ngling kasim daveri adash. Bu qilganing faqat bo'lmadi. Odamda raqobat eng bo'lmasa qandoq bo'ladi? Sizlar nimani bilasizlar? Qiziq qo'ysan, bizmi senga yaxshi bo'lsin da'vatimiz. Xolnur, bugungi saylamda ham sizni ko'rsatsa, siz nima uchun Farruhni ko'zitib turib oldingiz? Muallim, meningcha bo'lganda Farruh bu nomzodga mendan bekrak loyiq. Nimishqa deganda, u har jihatda mendan yaxshi. Uning ustiga sinf xizmatini bek yaxshi ishlaydi. Mayli darslarda bo'lsin, mayli sirtqi faoliyatlarda bo'lsin, hammamizning oldida mangadi. Shunga mening o'rnimga Farruh bo'lsin muallim. U hammadan bek loyiq.
Biz ishxonadagi o'qituvchi ustozlar qayta o'ylash orqali bu nomzodga yana sizning to'shdiganligingizni belgilab bo'ldik. Siz yana qo'shilmayotgansiz? Ahmoq qiz. Yana jiqishlarni o'ylab ketadigansiz. Haris. Siz tayyorlikni bitirib qo'ying. Pat arda mangsiz emasmi? Endi sinfga chiqib dars tayyorlasangiz bo'ladi. Agar bir ish bo'lsa, meni izlang. Ikkimiz obdan paranglashaylik. Ma'qulmi? Ma'qul ma'lum. Hay qizlar, bugunchi Xalnurning ishkirga bordiganligini anglab, bak xo'sh oldim. Sizlarchi? Biz shunday xush olduk. Bek yaxshi bo'pti, jumon. Bek faxrlanamiz. To'g'ri. Xalnur degan bizning uyimiz uligimizdirsa. To'g'ri. O bak Qaysar ha? Men başta degandim-ku, Xalnur tanlandi deb. Mening deganim to'g'ri bo'ldi. Men Xalnurni qo'llayman. Bizni qo'llaymiz. Bizni qo'llaymiz. Nayt yaxshi bo'pti. Kiring. Aygül muallim. O'ltiring. Nadira, men sizni mundaq ikki ish bilan chaqirtgandim. Biri sizning darsga qatnashmagan vaqtingiz bek ko'p bo'lib ketibdi. Bu qitim sizga maktab darajalik og'ir ogohlantirish jazosi beriladi. Bu eng oxirgi qitimliq fursat. Agar yana bir ish chiqarib qo'ysangiz, maktabdan o'zligingizdan chekingan bo'lasiz. Yana biri sinfimizdagi barliq savoddoshlar o'qish pulini topshirib bo'ldi. Faqat sizlar qapsiz. Oilangizdagilar mavsum beshida sizga pul yetib ekan, o pulni qayerga ishladingiz? Rost gap qiling. Rostla xashlayaptingizmi? Yo'q muallim. Men o pullarni xashlayapmadim. Emis nima topshirmaysiz? Men sizmi cho'ngib qolgan qiz? Nimishqa men rost gap qilmaysiz? Rost muallim. Rostla men xashlamadim. Bir do'stim og'rib qoldi ekan, shuningga yordam qilgandim. Do'stim? O do'stingiz qayerda? Nimish qiladi? Men bo'ldi. Siz bilan mudir o'z so'zlashgani yaxshiroq taqib turdi. Ishingiz tugadi. Chiqib ketsangiz bo'ladi. Muallim. Aytanga, meni nima ishga chaqirdingiz? Demisam faqat bo'lmadi. Maktabdan o'qish pulini bek suylab ketyapti. Nima? O'qish pulini suylab ketyapti? Topshirayotdim degandingiz-ku. Sizmi bilasiz, o'z vaqtida o pulni xashlab bo'pti ekanmi? Shunga. Nima? Xajlayotgan? Ukamoy. O'qish pulini xajlayotgan bormi? Qiziq gap qiladi ekansiz. Menda pul bo'lmasa, sizga yordam qilay desam, yordam qila olmayman. Uning o'ziga tijoratim yaxshi emas. Qodir, o'z vaqtida qilgan va'dalaringiz qani? Nima? Men sizga va'da berganman? Yo'q, qilan gapni qilmang, ukam. Taniq gaplarni qilib yuradi ekansiz. Bo'pti. Va'dalaringizni unutib qolgan bo'lsangiz, o'zim amonat qilay. Ma'qul. Vay. Arzugulma? Ha, yaxshimi jenim? Men hozir Aqyo'l restoranda. 5-ayrimxonasiga keling. She'rni saqlayman. Ha, tezroq keling. Tezroq, ha? Kutkuchi. Sizlarning bu yerga kutkuchi qabul qilammi? Bilmayman. Direktorimiz ustingi qavatda. Chiqib ko'rish baqamsiz. Ma'qul. O'qish pulimni xajlab yetib ekanman. Shundaqdimi? Bunday yana yursangiz bo'lmaydi-da. Undaqda qanday qilaman?
Qadirga desiniz bo'lardi-ku. Onaga dedim, o yordam qilamayman dedi. Mana ishni ko'ring. Bo'ldi, yig'lamaqsizlar. Bank kishkiningizning nomerini menga deb bering. Men adil pul silib o'tay. Men hozir sizni apirib qo'yay. Jiring. Vay, Qadirmi? Ha, men pastda. Darhol tush. Tez bo'l. Assalomu alaykum adash. Buncha kechda uyga kirmay, talant saqlab nima ish qilatding? Nima ish bo'ldi? Ha, degina? Senmi odam bo'lamsan? Nima bo'ldi? Odatdagi chaqlarda Nodirani qishdan ketmaysan. Beshiq kun tushganda yordam qilay demaysan. Ha, nima bo'ldi ekan desam, shunchalik ishqim ochiqlab ketgan bormi? Men san degan-ku Ahmad. Nodira bilan faqat ko'ngil qo'shish uchun aralashaman. Senimi o'g'il bola deb yuribdimi? Ha? Nima bo'pti? Ha? Aralasam nima bo'pti? Jonni qizib oladigan jiq. Ish Nodiradek sesqqa pul xajlandim men. Tushib ket. Nima bo'ldi? Buningdan keyin seningdek og'inam yo'q. Tushib ket. Nima? Tushsam tushdim ha. Qanda pispasim ma. Mana tushdim. Hey bolla. Ha? Nodira maktabdan chekindirilibdi. Nima? Bo'pti. O'qishni tashlab o'ynagan degan xo'p bo'pti. Shundaymi? Bo'ldi. Bo'ldi, undaq demanglar uchun nima degan bilan uning ichim og'riydi ekan mening. Nima ish qiladi ichingiz og'rib? O'zi ish og'rimasa, maktabda o'qimagandan keyin chatgini yaxshi. Hey, bu gapni qilishmayli. Qog'onlarimiz bo'lsa-mo, obdan savoq qilib tirishib o'ginayli. Maynur, yuring. Kitobxonaga chiqib kiraylik. Menga? Ma'qul, chiring. Bo'ldi, bu gaplarni qilishmayli. Xo'p bo'pti ya. Nima qiladim o'yin o'ynab? O'qishni o'qimay. Sizni qayta ogohlantirgan bo'lsaqmi, siz maktab tuzumini ko'zga ilmay, ko'p qatim dars tashlab, maktab tuzumiga og'ir darajada xiloflik qildingiz. Bu qilmishingiz maktab ichi va sirtida shundaqla jamiyatga yomon ta'sir paydo qildi. Shu maktab rahbariga ko'p qatim o'yinish orqali sizni maktabni chekindirishni qaror qildik. Yo'q, mudir. Hujjat allaqachon tushib bo'ldi. To'ydim juma adashmış. Deganda pul so'raydigan ishinglardan. Mening yenimda hozir bir puncham pul yo'q. Bo'siga berib turaman, bo'lmas nimani berma. Shu o'ma bilan qerishib, o'zigimni ochiqib setib hajlamoqchi-ku deyman, shundaqmi? Bu gapchi kimda pul bo'lmasa, kim sendan pul so'rasa, shu sening o'ziging og'an bo'ladi ekanda. Pakiting bormi? Ha? Pakiting bormi? Anistigina naketdi o'zigim. Voy, qizlar, sen nima bo'ldi? Bo'ldi qilmoq uchun Nodira o'ltira. Nima sho'latdi? Ba'zilar ko'kamlik qilyapti. Sen tul aralashma. O'zigimni uchun ba'san ba'dan bo'lmasa o'quvchilar uyushmasi qilib deymadimi seni? Kimni deysan, ha? Bu qitim sen Faruk'u ötünüp azraq təsəlli tapmaqçı edim. Bu mu əsqatmadı? Faruk hiç işten xəbərsiz azadını uçuravatıdı. Pek adalatsizlik qıldım qandaq. Ən yaxşısı İbrahim'lə sözüşüb həmmi işlərini onun digini yaxşı ki.
Farruq, yaqında men Xolnur bilan so'zlashdim. O'ylaganim to'g'ri ekan. Sendan qochib yurishidagi birdan-bir sabab. Sana demisem bo'lmaydi. Sening o'g'unchang allaburun boshqalarning qo'lida uzilibdi. Uning ziyonkashlik qilgan lukchaklar hozir turmada ekan. Shunga o sening bu ishni anglab, sana ig'ir kelishidan ansirab, sana gap qilmagan ekan. Ko'p o'ylab ketma. Doktorxonadan chiqqandan buyon chiroyingizmi yaxshib qapti. Uchimizning jam bo'ladigan kunlar keladi ekan-a. Men bak xush oldum. Sizni ishkirga o'z qo'limiz bilan uzatib qo'yadigan bo'ldik. Aktivlik qilib boshqalar o'tinib berganing bilan yana sen boradigan bo'lding. Sizga bir xush xabar aytay. Nima? Muallim menga maktab kutubxonasidan bir xizmat tepib berdi. Rasma? Aygul muallim haqiqatan esil. Men ömrümde onundaki yaxshi o'qituvchini ko'p ko'rgan. Aygul muallim texim yaxshi. U bizning hamma ishlarimizga yetishadi. Endi xizmat o'rningizdan xotirjam bo'ldim. Cho'qim yaxshi ishlang. Mening ko'nglim bek yedim. Nimishqa? Farruq bilan ko'rishamay mangdigan bo'ldim. Bo'ldilar. Bundaq yaxshi kayfiyatimizda undaq gaplarni qilishmayli. Ay, men ati mangaman. Bugun aran jam bo'lganimizda sirtqa chiqib tamoq yeb qandaq. Jiranglar. Shunda qilayli. Jiranglar. Jiranglar. Xolnur, aytmangsangiz o'zingizni asrang. Bag'andan keyin xat yozib eting. Sizning baldiroq sog'-salomat kelishingizni umid qilaman. Bugun sizga saboqdoshlaringiz uzitish şey bermoqchi. Xo'shal-xo'ram o'ynang. Saboqdoshlar, birdam diqqat qilib o'tiringlar. Saboqdoshimiz Xolnur at butun Shinjong vakil bo'lib ishkirga bormoqchi. Shunga bugun o'ltirib qoldik. So'rinimizning kayfiyatini texim yuqori ko'tarish uchun saboqdoshimiz Alshir bizga bir naqsh etib bas qandoq deysizlar? Beşimdeki duppanın gülü metçe samappan. Beşimdeki duppanın gülü metçe samappan. Rast güdüm mü yalgan mı yüreğimden surappan. Rast güdüm mü yalgan mı yüreğimden surappan. Ah can cazım bağıraydı sen madarım yok. Ah can cazım bağıraydı sen madarım yok. Bığınğa kireydeymen, şurabımsındaymen. Bığınğa kireydeymen, şurabımsındaymen. Taşlap mı kiteydeymen, ualbımsındaymen. Taşlap mı kiteydirsem, ualbımsındaymen. Ah ki can, cazım bağırıydı sen madarım yok. Ah ki can, cazım yok, bağırıydı sen madarım yok.
do'ppangning guli necha sanab bor. Beshingdagi do'ppangning guli necha sanab bor. Rastduydimmi, yolg'onmi, yuragimdan so'rab bor. Rastduydimmi, yolg'onmi, yuragimdan so'rab bor. Ah can cazımba paraydı sen madarım yok. Ah can cazımba paraydı sen madarım yok. Paraydı sen madarım yok. Paraydı sen madarım yok. Hey balla! Faruk naqsh etmas qandaq? Ha, nezi qo'y, ana, Rahmat. Bu gitarni dahshat bir odam taqshapti, ha? Biz tashlab ha. O'zing tashlab keling. Ya Faruk qaysi naqsh etsa? Men o'zim eng yoqtirib aytilgan naqsham. Oydin kechlarni aytib beraman. Yaxshi, yaxshi. Keşlerde baktım yolunga, sana bağladım, ramatam edin. Aydın keşlerde baktım yolunga, sana bağladım. Yaştan emin, elli koynumda itqan akşamın sahar anladım. Bu yaştan emin, elli koynumda itqan akşamın sahar anladım. Akşam kalbim elip kolumga aytgan akşamın geldi elçisi dilga avazın elip kolumga anlar akşamın elmin barçısı zılva avazın elip kolumga anlar akşamın elmin barçısı.
Bu yerda ekansan ku adaş. Seni köp izledim. Hazır Xalnur mağıdı. Sen bunu bilemse bilmemse. Qandaq qilay deysa? Hay Farruh, zada chiqamsa chiqmamsa. Seni faqatla tushunmadim. Xalnurni tushunsang bo'lmamdi. Nimlarni o'ylayotgansan mushkullarda. Men chiqib ketdim. Xalnur, o'tganda deyishgandek bir zaman xat yozaysan. Ma'qul ma'lum. Chuqur yozma. Bo'ldi, shuni qil. Xudoyim qilgan. Xudoyim amanat ma'lum. Xat yozishni unutib qolma. Bo'ldi. Xalnur, xo'shamsa adash. Xo'sh, do'stim. Xo'sh, xo'sh. Kelishgacha aman bo'linglar. Xo'sh, do'stim. Xo'sh, xudoyimga aman. Xudoyimga aman. Kelishgacha aman bo'linglar. Xo'shamsa. Xo'sh. Xo'sh dinim. Xo'shamsa. Xo'sh. Xo'sh. Xo'sh ma'lum. Xo'sh. Ma'qul xo'sh. Xo'sh ma'lum. O'zingizni asrang. Ma'qul. Xo'sh, savoqdoshlar. Xo'sh. Xudoyim Xo'shamsa Xalnur. Xat yozib. Kelishgacha aman bo'ling. Telefonmi qiling ha? Xo'sh, Xalnur. Xo'sh Xalnur. Xo'sh. Ak yo'l bo'lsin. Xudoyimga topshirdim. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Xo'sh. Xudoyimga amanat. Xo'sh. Ma'qul xo'sh. Xo'shamsa. Xo'shamsa. Xo'sh Xalnur. Yaxshimisiz? Shundaq qilib mangdingiz. Sizni kelinglar o'ylamagan. Siz manga degansiz. Uzatib chiqmasam bo'lmas. Baldiroq qaytib keling. Bu oddiy bo'lsin, siz chiqqan yo'lni qabul qilasiz. Rahmat sizga. Baldiroq qaytib keling. Sizni saqlaymiz. Mashinaga chiqing. Xo'sh. Xalnur. Men hammasini anladım. Kechiring. Sizga shu chaqlarda tasalli, g'amxo'rlik o'rniga besim, azob etibdiman. Hargiz o'zingizni ayblamang. Siz peshingizni ko'tarib yashashga haqliq. Xalnur, siz doim menga g'uncha yoprig'i bilan g'unchadek tura oladi deytingiz. Shu esingizda bo'lsinki, siz men uchun abadiy to'zmaydigan g'uncha. Sizni kutib, yaprog'ingiz Farruh.